Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhin Sahih Bukhari namlı kitapta biz bugün taharet münasebetlik bölümlerde başının hemme tarafı mesih kılış degan babni o'qib o'tamiz. Yani başının hemme yeriga mesih kılamdı yoki ma'lum qismigami mesih qilsak kifoya durust bo'lamdi degan mazmun aks etgan bunida. Çünkü İmam Buxariyninki nazarida bu başniki hemme tarafiga masih qilishni yoqlagan bo'lsa kerak. Chunki bunaqa dalil sifatida Alloh subhanahu va taolaning "Vamsahu bi ru'usikum" beshinglarga masih qilinglar degan oyatni keltirgan. Mushadiki masala başning hemme yerigimi yoki azroq bir qismiga masih qilsakmi durust bo'lam degan ixtilofninki manbasi asosi, tub asosi mush bi ru'usikumdagi ba harfi. Mush ba harfini Araplarninki an'anaviy grammatik qoidasi bo'yicha agar bu ziyoda harf bu yerda desa, cho'qim boshdan hamma tarafiga masih qilish kerak deb qaragan. Ammo bir qism lug'atshunoslar yo'q, bu ba harfi bu yerda min, din, tin, ya'ni tabiiz, parchilik ma'nosini bildirdi deb qaraganlar, yo'q, boshdan ma'lum qismiga masih qilsa bo'ladi deb qaragan. Shuningdek, başdan hemme tarafiga masih qilamiz deb qaragan İmam Malik o'xshash, İmam Buxoriydak ulamolar bu yerda bani ziyoda deb qarab başdanki hemme tarafiga masih qilishni tanlagan. Ammo İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'xshash eng tuvan o'lcham 4dan 1, ya'ni bu başdanki ma'lum qismi degan o'lcham qilingan deb qaraganlar bu yerda parchilama ma'noni qabul qilgan. Hem de Said ibn Musayyib rahmetullahi aleyh bu büyük tabi'illardan bu kişi mundaq deydi. Ayol kişi mi erkek opmu o'xshash. Yani u mu beşik mesih qiladi degan. Çünkü bazı alimlarninki nazarida ayol kişi o'ziniki mush beshining oldi tarafiga mesih qilsa durust deb qaragan. Shuningdek Said ibn Musayyib ayol bilan erning farqi yo'q. Er boshqaning hamma tarafiga mesih qilganga o'xshash ayol mi mesih qiladi dedi. Ameliyatda ayol kishi başlarını çuğup bulanmaydı mesela. İmam Malik rahmetullahi aleyhi bu sual soralganda başının ma'lum azrak bir qismiga masih qilsa durust bo'lamdi desa, Abdullah ibn Zeydning ki hadisini dalil isbot ko'rsatgan. Bu tövendeki hadis. Başta Said ibn Musayyib hem de kishiga o'xshash ayol kishi ham boshqa masih qildi deyishdi. Chunki bir qism ulamolarning nazarida şu ayol kishi romanning oldiga romanning to'piga masih qilsimi bo'ladi degan. Buni İmam Malikninki nazari. Shuningdek İmam Ahmed rahmetullohi alayh ayol kishi boshning cho'qisi beshi qilam peshonasi va yaga shu choch unga yerga masih qilsa durust deb qaragan. Said ibn Musayyib bu odamga qarshi holatda kishiga o'xshati ben yerga masih qildi deb qaragan. Bu meseleni inçiklep öğreniş için biz hem de fiqh kitaplarına müracaat qilsak, texim ro'shan holatda buni bilgili bo'ldi. Hem de 185 numaralı hadis bu. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bizga Abdullah ibn Yusuf degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Abdullah ibn Yusuf at-Tanisi boshda o'tgan tarjimali. Bu kishi dedi bizga Malik hadis so'zlab bergan edi, xabar bergan edi dedi. İmam Malik rahmetullohi alayhi shu. Bu kişi Amr ibn Yahya al-Mazani degan kishidan rivoyat qilgan. Bu kishining tarjimali o'tgan. Bu kishi hamda o'ziniki dadisidan. Dadisi kim o desa Yahya ibn Umara degan kishi. Yahya ibn Umara. Endi bu odam dadisi rivoyat qilgan vaqtida dadisining deb berishcha debdi-da. Bir odam Abdullah ibn Zeyd degan kishiga mundaq debdi-da. O Ömür ibn Yahya'nınki çoğun dadisi oldu bu adam Abdullah ibn Zeyd degan. Ölümalı bir yerde çoğun dadisi oldu deb kelib, endi bu bevas çoğun dadisi emas ekan, dadisining tag'isi ekan. Dadisining tag'isini ham endi çoğun dada deb hurmat qilib, shuni shaklda bayon qilgan. Muhimi bizga bu yerda bu so'rg'an odam hamda da'vatida bana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki qandaq taharat olganligini bir ko'rsatib qo'ya olamsiz, taqa, dada, cho'ng dada deb shunaq deb. Degandiga Abdullah ibn Zeyd bo'ladi deb bir teshtek suv ekkapti-da. Akilib, hamda qo'lni teshtek sanmay turib ham avval teshtekning levini shunday ko'tarib
Qo'liga suv quyib 3 qatim yuvib, bu yerda qo'lni 3 qatim yuvdi. Ba'zi rivoyatlarda 3 qatim yuvilgan shakllanib ko'rdik-ku. Ondan og'zini chaqidi, burnini chaqidi 3 qatimdan-da, yuzni 3 qatim yuvdi. İki qo'lini 2 qatimdan yuvdi, jaynakgacha. Ondan beshiga 2 qo'li bilan masih qildi. O 2 qo'lini shu oldiga bir ekilib, keyniga bir opirib, oldi keyni qilib boshqa shunday surkab oldiga keyniga ekilib qildi-da. Avval boshninki cho'qqisidan boshladi. Mana peshani shunday qo'yib, keyniga bir ekilib, keyindan oldiga bir ekildi-da. Yani iki qo'lini gavdangacha bir olib bordi, ondan boshlig'a o'ringa oldiga peshani boyaga qaytirib keldi. Ondan ikki butun yuvdi. Mana mushu payg'ambar alayhisolatu vasallamniki tarat shakli edi deb naq ko'rsatib qo'ydi. Biz bu hadisdan nurg'un ta'limotlarni o'rganib olamiz. Masalan, bizning ustozi dematlik odamlardan savol so'rashda, masalan, atastati degan lug'atni ishlatyapti. Qilib beralasizmi deb o'tinish, muloyimlik, yiqimliq uslublarni ishlatyapti. Bu savol so'rashga bir qoida. Undan boshqa ta'ratilishning turli qoidalari aks ettirilgan. Bugungi darsimiz mushayish bo'lgan va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.